Orzu unga erishish uchun harakat qilinganda maqsadga aylanadi. Sizning maqsadlaringiz sizni boshqaradigan va hayotingiz uchun nima mumkinligini ko'rsatadigan yo'l xaritalaridir. Ba'zida biznes rejalarimizda ham o'xshamaydigan holatlar bo'ladi. O'shanda tushkunlikka tushib qolamiz. Hamma insonda bo'ladigan holat bu. O'shanda o'zimizga maqsad qo'yganman har doim. Esimda 2003-2004-yillar paytida maktabda 2-3 sinfda o'qirdim. O'sha paytlarda mahallamizdan 5-6 kilometr uzoqlikda benzin zapravka bo'lardi. 5 litrlik benzin baklashkani olib, 5 litrlik baklashkaga benzin solib kelib, 1 litrlab bo'lib berishni sotishdan boshlaganman. 2011-yil kollejga o'qishga kirdim. Kollej paytlari Gulistonda axborot texnologiyalari kollejida o'qiganman. O'sha kollejda 2011-2014-yil o'qigan paytlarimda mo'ykada ishlaganman boshida. Keyin 2013-yilda praynik koji keks chiqaradigan bitta sexga ishga kirdim. O'sha sexda praynikda, kojikda umumiy pishiriqlar pishirishni o'rgandim. O'g'il bola bo'lishimga qaramay, qiziqib o'shani o'rgandimda, uni biznesga yaxshi foyda olib kelishni o'rgandim. O'shanda keyin kelib Bayvut tumanimizda o'zimizni tumanimiz markazida bitta joyni arendaga olib, praynik koji keks chiqaradigan sexcha ochdim. Birinchi uyimizdan ayamdan duxovkani olib borib, mana shu duxovkangizni menga arendaga berib turing deb olib, o'sha duxovkadan sekin praynik koji keks chiqarishni boshladim. Boshida qiyin bo'ldi. 1-2 oy o'xshamadi. Chiqargan pishiriqlarim qotib qoldi. Salafanlab sotishga harakat qilardim, lekin keyin 2-3-oydan boshlab rivojlanib, juda yaxshi natijalarga erishishni boshladik. Bitta kursdoshim bo'lardi, menga yordam berib turadigan Jahongir degan. O'shan bilan boshladik. 7-8-oyga borganda zo'r rivojlanib ketdi. Hattoki 7-8 ta ishchilar ham olishga, yosh o'zimga o'xshagan bolalarni olib, ularni ishchi qilib olib, seximizni rivojlantirdik. Keyin afsuski uydagilarimga bu yoqmadi. Sababi men faqat biznes yo'lidan ketib qolayotganligim uchun dadam, "Yo'q, sen oldin o'qib, tadbirkorligingni keyin qilasan. Oldin oliy ma'lumotli bo'l, opchalaring singari o'zimda 5 ta opcham bor, hammasi oliy ma'lumotli, shuning uchun sen ham oliy ma'lumotli bo'lishing kerak. Keyin biznes qilasan" deb o'sha seximni borib yopib tashladilar, kres qo'yildi sexga. O'qitdik-da farzandlarni vaqti kelganda yaxshi modalardan kiymay, yaxshi to'y hashamlarga yurmay, farzandlarni faqat oliy ma'lumotli bo'lish uchun dadasi ikkalamiz harakat qildik. Tinimsiz o'qidi, mehnat qildi, qiyinchilik bilan, faqat mehnat, harakat bilan Odiljon shu o'ziga yarasha obro' e'tiborga ega bo'ldi deb o'ylayman endi. Odiljon tug'ilayotganda oxirgi go'sht topshirayotgandim. Oxirgi go'sht topshirdimda institutga atib, ertasiga Odiljon bo'ldi. Uyimiz quvonchga to'lib, cheksiz bo'lib, hamma xursand. Ayamdan so'z so'raganda vaqt qoldi ayam. Qanday javob beray? Yaxshi gapirolmadim lekin. Chiroyli gapirding. Farzand bo'lganda hamma joyda o'g'il bo'ldi, qiz bo'ldi deydi. Menda ketma-ket qiz farzandlar bo'ldi. Lekin men qiz bo'lgandan xafa emasman. Lekin o'g'lim bo'lsa deb niyat qilardim. Men 5-qizdan keyin o'g'il ko'rdim. U ham o'sha paytda katta qurilishda Buxoroda ishlardim. Shu borgan vaqtda o'sha yerda haligi Buxoroda Naqshbandiga borib hamma niyat qilyapti. Men ham niyat qilganda o'sha yerda bir otaxon o'g'lim, shu niyatingizni aytmang. Siz niyatingizga erishgansiz. Lekin o'sha niyatingiz amalga oshgan kuni Buxoroga kelib qo'yganingizni bilmaysiz deb aytdi. Shu xursand bo'lib yurdim u vaqtdalik qilib. Lekin haqiqatan hayot nima ekan? Odiljon tug'ilgan kuni men Buxoroda yig'ilishga qatnashganman. Amin. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. İşlerinde omadını versin. Bugün kundan hayırlı olsun. Allah.
kichkinaligimizda Jiguli mashinamiz bo'lardi oilamizda, dadamni. Endi ancha eskiroq bo'lganligi uchun ko'pincha zavod bo'lmay qolardi, itarib zavod qilardik. Mahallamizda uyalgan paytlarimiz bo'lgan. O'shanda sinfdoshlarimiz bilan ba'zida ertalab maktabga ketayotganimizda yo'lda sinfdoshlarimiz chiqib qolsa, mashinamiz zavod bo'lmasa, maktab tomonga qarab itarib zavod qilib yuborishardi. Ko'pchilik kulgan. O'shanda niyat qilganman, xudo xolasa men ham o'qib, yaxshi ishlar ishlasam, dadamga yaxshi mashina sovg'a qilaman. Shuncha bizga o'qitishga harakat qilyaptilar, shuncha biz uchun mehnat qilyaptilar. Ilohim menga nasib qilsin degandim. Xudo beraman desa berar ekan, mana harakat qildik. Ishimni boshlaganimda 2019-yil firmaga asos solib o'quv markazi ochganimdan keyin 2020-yil birinchi bo'lib dadam tug'ilgan kunlariga bitta yangi Cobalt mashinasi sovg'a qildim. O'zimni ichimdan nimalar o'tgandi. Endi kim uchundir bu oddiy sovg'adir, kim uchundir kattadir, lekin men uchun juda katta sovg'a edi. Endi dadam oldingidek eski mashinalarda yurmaydigan bo'ldilar. Men juda xursand edim. Bu narsadan Alloh beraman dedi, ishimiz barorini berdi. Ota-onamiz duosi bilan yana rivojlanaverdik. 1 yil o'tib ukam uchun ham ukam meni qanotim bo'lganligi uchun doimo yonimda turib yordam berib yurardi. 1 yil o'tib ukamga ham Gentra avtomashinasi sovg'a qilish nasib qildi. Har doim maqsadimiz bitta, ishimiz bitta, oldimizdagi maqsadlar bitta bo'lgandan keyin ikkalamiz ham o'sha maqsad haqida ko'proq o'ylasak, harakat qilsak, ikkalamiz ham bir xil narsani ko'proq o'ylaymiz, fikrlashimiz anchadan beri birga ishlaganimiz uchun ham, birga katta bo'lganimiz uchun ham deyarli bir xil bo'lib qolgan. O'shaning uchun bir-birimizni ancha yaxshi tushunamiz. Birinchi navbatda mehribonchiligi, hammani o'ylashi, biz anchagina bilmayman, yaqinmiz anchagina. Baribir ikkalamizni bir-birimizni yaxshi tushunganimizdan, boya aytganimdek, o'xshash va o'xshamaydigan tomonlarimiz bor. Tashkilotchilik, odamlarda yaxshi chiqib ketish qobiliyatlari anchagina ustun. Har doim ham tez chiqib ketavergan, akam juda ham tez chiqib ketadi. Qizlarga nazorat kuchliroq bo'ladi. Yurish-turishiga e'tibor beramiz. Faqat o'qish emas, o'qishga ham harakat qildik, o'qitishga, hamma narsani, muomala madaniyatiga, odamlarga yaxshilik qilishga o'rgatdik. O'g'il bola ko'proq ko'chada bo'ladi, qizlar endi uyda ishi ora nima qiladi. O'g'il bolalarga shu tarbiyani dadasi tomonidan kuchliroq bo'ldi deb o'ylayman. Shu assalomu alaykum va alaykum assalom yoshligidan. Misol uchun mana haligacha akajon deydi ukasi, akajon deb til chiqargan, haligacha akajon ismini aytmagan. Hurmatni, kuchli bo'lishni, odamlarga muomalani chiroyli qilishni shu jihatlardan motivatsiya berib borganmiz-da. Xudoga shukr. Biz bundan juda xursandman. Mana shu kim uchundir erish tuyular, kim uchundir bu oddiy narsa tuyular, lekin meni dilimdan o'tgan niyatlarimni amalga oshirish niyatim bor edi. Dadam yana bir narsani niyat qilardilar. Shu bolalarim katta qilsam, uyli, joyli qilib tinchsam, menga ham haj safarlariga borish nasib qilsin deb. Shu niyatlari meni quloqimda hech qachon ketmagan. 2023-yilda ishimizdan yana harakat qilib, 2023-yilda dadamda va surpriz qilib yaxshi kunlarda, tug'ilgan kunlarida haj safari yo'llanmasini ukam bilan dadamga sovg'a qildik. Dadamni bir katta niyatlari amalga oshdi. Dadam ham hajga borib, hoji ota bo'lish nasib qildi. Men bundan juda xursandman. O'ylagan niyatlarim bir chekkadan amalga oshdi. Buni hammasiga ota-onamni duosi, ota-onamni bizga berayotgan mehrlari, e'tiborlari sababchi bo'ldi deyman. Bu meni Bayrut tumanida ochgan birinchi o'quv markazim. 2018-yil ochganman. Bu joyda ochayotganda eski binoni olganmiz. Juda ko'pchilik odam menga ishonmagan. O'sha vaqtda yaqin insonimdan 20 million qarz so'raganman mana shu biznes yo'lga qo'yish uchun, lekin menga ishonishmagan. Sababi Bayrutda bu biznes hali rivojlanmagan, buni bozori shakllanmagan. Bu yerda o'qiydigan insonlar kam degandi. Ishonishmagandi. Keyin o'zimning eng yaqinlarimdan do'stim yordam bergan, bir yaqin insonim yordam bergan hamda dadam bitta kichkinagina molchamizni sotib, mana shuni amallab tur deganlar. Keyin bitta xonasini remont qilib, bora-bora o'zimiz pul topib, refiterligimizdan tushgan pulga sekin-sekin qilib, mana shu eski joyda, mana shu holatga olib kelganmiz va mana shu yerda birinchi bo'lib o'quv markazimizni ochib faoliyatimizni boshlaganmiz. O'shanda boshlaganimizda bizda katta pul bo'lmagan, 7 million so'm mablag' bilan boshlaganmiz. Katta biznesni boshlash uchun ham kichkina mablag'dan boshlasak ham uddalasa bo'lar ekan. Vaqt qanday? Sog', yaxshimi, sog'ligingiz? Qanday bo'lyapti ishlar? Yaxshimi? Yaxshimi? Bo'lyaptimi? Rahmat, shukrona joyi zo'r chiqdi-ku, bu joylar. Yaxshi dahshat.
odamni ochib berish, qandaydir xarakteriga kirish degan narsa bo'ladi-yu, Odilda kuchli shakllangan. Har qanaqa odamni ichiga, ko'ngliga kira oladi. Ish masalasida ham, boshqa masalalarda ham. Shu sabab men emas, Odilda ko'proq sabab bo'lgan. Gulistonda ko'rishganmiz ko'chada. Endi ish boshlanayotgan paytda ish boshlamoqchiman. Shu kadr sifatida ishlasak bo'ladimi degandan keyin shu bilan noyabrdan boshlab ishladik. Men 7-yil, xudoga shukr, hech qanaqa muammosiz ishlab kelyapmiz. Nima uchun ketib qolmayapsiz? Boshqa takliflar ham bo'lyapti deb eshitdim. Yaxshigina daromadli. Ha, shunday bo'lgan haqiqatdan. Har yil bo'lib turadi, tez-tez uchrab turadi bunaqa holat. Lekin biz faqat ish yuzasidan emasda, biz ishxonamiz oila sifatida, aka-uka sifatida shu bog'lanib qolganmiz. Ishni tashlab ketish mumkin, oilani tashlab ketib bo'lmaydi. Shu darajada o'shani hisobiga oilam deb qarayman. Oilam, jamoam. Shuning uchun hech qayerga ketish yo'q. Oila. Mana shu vatan ichra kichik vatanning qanchadan qancha sir sinoatlari bor. Odiljon hali yoshiga ham to'lmagan mahal onaizor farzandini beshikka belab mudrab qoldi. Shamdan chiqqan olov esa beshikni butunlay qamrab olgan payt qaynoq olovning taftidan onajonisi uyg'onib ketdi. Beshikning hamma anjomlari yonib kul bo'lgan paytda jajji Odiljonga hech narsa qilmadi. Naryoqda onamiz yashaydilar, u ahulda. Onam tush ko'rganlar. Tush ko'rib, akam rahmatli bo'ldilar. Bol karomatlar olimdan xabar oldi. Akam kelib ketganlar buni bilmaganlarda. Anchadan keyin boshqadan xabar oldi desa, boyadagi matraslar tashqari chiqib yonib turganda, bolaga hech narsa qilmadi. Endi bu holat shunday tursin. Men Buxoroda bo'lgan holatni soatma-soat ko'ryapman. Buxoroda meni ukam ikkita o'g'illar bilan dam olishga borgandi. Shu kuni dam olishga borgan, men Qorovul bozoridan shularni ko'rgani bordim. Borgandan keyin ular stolda mayda-chuyda qilib, bu narsa ichimliklar qo'ygan ekan. Yigitlar keyinlar shu safar shuni bir niyat qilaylik. Bahodinga borib bittaligiga ziyorat qilaylik dedim. Shuni olib qo'yinglar deb ularga ham kutdi, omon qildik. Men dedim bitta qo'y olaman dedim. Sizlar non-pon mayda-chuydalarni olasizlar dedim. Shu bilan kelishdik. Shanba kuni Bahondinga boradigan bo'ldik. Bozor kuni. Shanba kuni men Kogon bozoridan borib bitta qo'y oldim. Endi ular qo'y savdo qilib oldim. Xullas aliga bordimda yoqqa ketdik. Bozor kuni. Lekin shanba kuni uyga telefon qilaman, hech kim javob bermaydi. Vaqtda aloqa qiyin. Bu yoqqa telefon qilaman, yo'q, aliga savdoda akamiz bordilar, u yoqqa telefon qilsam, "Olim uyga bordingmi?" Yo'q. Kelib voqeani aytgan ekanlar. Aka dedim, bitta Bahodinga bir niyat qildik desam, "Sen uyga bordingmi?" Yo'q. Uy bilan gaplashdingmi? Yo'q. Nima uchun niyat qilding dedilar. Men bu yerdan bexabarman. Men o'g'lim ketdik deb nima shu niyat qildik. Oradan 3 soatdan keyin bu yerda yong'in bo'lganda. Men Buxorodaman, bu aligida. Bu yerda yong'in bo'lgan. Abituriyentlik paytlarimda hamda studentlikda birinchi yillarda juda qiyin davrlar bo'lgan. Uydagilardan pul so'rashga qiynalardim. Sababi 3 ta opcham, uchalasi ham kontraktda o'qirdi. Uni ustiga men ham kontrakt. Shuning uchun men ofitsiantlik bo'lishda yoki bir mo'ykada ishlashda afzal ko'rdim. Sababi qancha mehnat qilsam, shunga yarasha pul to'lardim. Men qancha mashina yursam, shunga yarasha daromad topardim. Keyin choyxonaga, bitta kafega ofitsiant bo'lib ishga kirdim. U yoqda ham qancha ishlasam, shuncha daromad topardim. Ishlaganimga yarasha. Shuning uchun ham men bora-bora davlat ishiga kirmasdan o'zimni biznesimni ochishga harakat qildim. O'zimni biznesini ochdim. Sababi biznesimda men qancha harakat qilsam, o'shanga yarasha daromad topaman. Birinchi o'quv markazini ochgandan so'ng men keyingi manzilimni xorijiy tillarga qaratib, alohida til markazi, English Center filialimni ochdim. Bu Bayruddagi meni 3-filialim bo'ldi. Mana bu joyda men alohida ingliz tilini yo'lga qo'ydim. Bu yerga 2020-yilda keldim. To'g'risi o'sha vaqtda bir vaqtimizda ikkita o'quv markazida ishladim. Demak, 3 kun boshqa joyda, 3 kun bu yerda ishladimda, shu bilan bu yoqqa kelgandan keyin ko'rdimki, aynan birinchi navbatda solishtirib ko'rdim sharoitni. Shunda menga asosiy bu yerda yoqqan tomoni aynan rahbariyatni desam ekan, aynan nafaqat o'qituvchilarga, balki o'quvchilarni hayotiga, ularning taqdiriga befarq bo'lmasligi birinchi navbatda meni o'ziga tortdi.
Chunki har qanday o'quv markazida ham bilamizki, o'quvchilar bilan ishlanadi, lekin ba'zi joylarda men ko'rganman, bitirib ketgandan keyin u bola nima bo'ldi? Taqdiri qanday bo'ldi? Qayerda ishlayapti? Nima qilyapti? U narsa albatta juda ham muhim. Faqat bu narsa o'qituvchi uchun, odatda ko'pincha o'qituvchilar uchun muhim bo'ladi bu narsa, lekin bir vaqt o'zida o'quv markazini rahbariyati, aytaylik direktorimiz Odil aka ham so'rab turadigan odatlari bor. Misol uchun aytaylik 20 ta o'quvchi bitirdi. Xo'p, nechtasi o'qishga kirdi? Faraz qilaylikki, bittasi o'qishga kirmadi yoki qandaydir shunaqa vaziyat bo'ldi. Nima uchun o'qishga kirmadi degan savoldan tashqari, keyingi beriladigan narsa, u hozir nima qilyapti? Bu juda ham katta mas'uliyat yuklaydi odamga, chunki bu yerda shuncha o'quvchi turgandan tashqari bitirib ketgan o'quvchilarni ham orqasidan so'rash. Albatta bu narsa o'z o'rnida meni o'ziga tortdi. Bunday albatta rahbar bilan ishlash o'yladimki, kelajakda ham menga yaxshigina meva beradi. As you know, use it to exactly use it. O'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatni, qayta sodir bo'lgan ish harakatni ifodalash uchun ishlatiladi. Aynan bir marta emas. Uni asosiy past simpledan farqi ham shunday ediki, misol uchun aytaylik, men o'tgan yili har kuni xat yozardim. Demak, bir marta sodir bo'lganmi yo qayta-qaytami? Unda qayta sodir bo'lyapti. Agarda xuddi shu narsani men kecha xat yozdim bo'lsa, u qaysi zamon bo'ladi? Past simple. Ikkalasining aynan farqi ham shunda. Aynan bunda I used to write letter every day last year bo'ladi bu yerda. O'quv markazimizni birinchi qavatida o'quvchilarimizga qulay bo'lishi uchun o'quv qurollari hamda sovg'alar do'konini ochdik. Bu do'konni ochishimizdan asosiy maqsad bu foyda olish emas. O'quv qurollarini bizda o'quvchilar Gulistondan, shahardan olib kelishardi. Bu ancha o'quvchilarga qiyinlik qilardi. Shuning uchun ham biz o'quvchilarimizga qulay bo'lishi uchun mana shu mo'jazgina konstovat hamda sovg'alar do'konimizni ochib qo'ydik. Endi o'quvchilarimiz o'zlariga kerakli o'quv qurollarini Bayutni o'zidan, bizning o'quv markazimizni o'zidan topish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shuning uchun ham mana shu o'quv qurollari do'konimizni o'quvchi yoshlar uchun ochib qo'ydik. Endi ularga juda qulay va oson bo'ldi. Va nihoyat 2024-yilda Guliston shahrida o'zimizni ikkinchi dastlab kichikroq joyda Guliston shahrida o'quv markazidan boshladik va 2024-yilda biz 4 etajli katta zdaniyada o'z ish faoliyatimizni boshladik. Bundan keyingi maqsadlarimiz Xudo xolasa Guliston shahrimizda bitta xususiy maktabini tashkil etish hamda 2025-yil oxirigacha Guliston shahrida xususiy maktabimizga ega bo'lish. 2026-yilning oxiriga qadar Toshkent shahrida ham ajoyib katta xususiy til markazini ochishni reja qilganmiz. Mana bu bizni Guliston shahridagi yangi xorij tillarga ixtisoslashgan o'quv markazimiz. Ba'zida shunday holatlar bo'ladi, o'quv markazimizda ham, biznes rejalarimizda ham o'xshamaydigan holatlar bo'ladi. O'shanda tushkunlikka tushib qolamiz. Hamma insonda bo'ladigan holat bu. O'shanda o'zimizga maqsad qo'yganman har doim. Doimo oldinga. Bu bir marta o'xshamadi, ikki marta o'xshamadi degani umuman o'xshamaydi degani emas. Insonlar ko'plab xato qilishi mumkin, adashishi mumkin deb harakat qilaverganmiz va hozirgi kunga kelib o'quv markazlarimda 4 ta filiali bor ekan, ba'zida o'ylab qolaman. Men boshlagan paytda men bilan teng boshlagan insonlar qanday natijaga erishgan? Ular 10 ta, 20 talab, hattoki 300 ta, 500 talab xodimni ish bilan ta'minlagan insonlar bor. Men orqada ketyapman ulardan. Men rivojlanishim sekinmi deb o'ylab, qaysidir ishim o'xshamagan paytda tushkunlikka tushib qolaman. Shunda faqat oldinga emas, orqaga ham nazar tashlasangiz, men tengilarchi, bunday natijaga erisha olmaganlar qancha. O'shalarga qarab, yo'q, bu harakatimiz yaxshi, lekin bu bilan yana oldinga intilishimiz kerak deb o'zimizga o'zimiz motivatsiya berib, doimo oldinga intilishga harakat qilaman va Xudoga shukr qilamanki, hozirda, ya'ni men asoslagan o'quv markaz 80 tadan oshiq oilaga ro'zg'or terbazishiga sababchi bo'lib kelmoqda. 1800 dan ortiq o'quvchi yoshlar o'z maqsadiga erishmoqda. Bu yilning o'zida 450 dan ortiq o'quvchi yoshlarimiz oliy ta'limga kirdi, ya'ni o'z maqsadlariga erishdi. Buning o'zi ham bu natijalarni ko'rib o'zim motivatsiya olaman. Biz 450 ta oilani hayotini o'zgartirib yubordik. Demak, o'sha 450 ta bola oliy ta'limga kirib, uni hayoti, kelajagi umuman boshqacha tasavvurda bo'ladi endi. 15 nafar o'quvchini
Malayziyaga, Singapurga, xorijiy universitetlarga o'qishga kirsak, men ularni ko'rib o'zimga o'zim motivatsiya olamanda, bunday harakatimiz yanada oldinga intilishga sababchi bo'ladi mana shu natijalarimiz. O'quvchilar natijaga erishayotganini ko'rib, men har doim oldimga bitta maqsad qo'yaman. O'quvchilarimiz demak natijaga erishyapti ekanmi? Ularning hayoti faqat maktabga, o'quv markaziga qatnab bir xil hayot tarzida ketmasin. Ularning umrini boshqacha, esda qolarli, mazmunli qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Ya'ni o'quv markazimizga kelgan o'quvchilar har yakshanba kunlari turli xil eventlar, futbol, voleybol, turli xil musobaqa, zakovatlar tashkillashtiriladi va ularning umrida esda qolarli, mazmunli bo'ladi. Bir yilda bir marta yurtimizning boqiy shaharlarida bo'lgan Samarqandga o'quv markazimizning barcha 1000 ga yaqin o'quvchilari bilan Samarqandga sayohat uyushtiramiz va ularni bir kunni o'zgacha qilishga harakat qilamiz. Bundan tashqari Yangi yil shousi, yil yakuni singari katta to'yxonalarda o'quvchilarimiz bilan yilimizni birga yakunlaymiz va bizni hamma o'quvchilar qatnashishni orzu qiladigan Mandat show degan katta bayramimiz bo'ladi. Bu nima? Bu g'alaba kuni deb atalgan bayram bo'ladi. IELTSga yoki sertifikatga topshirgan o'quvchilar, oliy ta'limga topshirgan o'quvchilar oxirida natijasini bitta qilib, g'alaba kuni qilib bitta hammamiz birgalikda bu g'alabani nishonlaymiz o'quvchilarimiz bilan. Mana shu kunga hammani yetkazsin, hamma o'quvchilarimiz mana shu g'alaba kunida ishtirok etish nasib qilsin deb oldimizga maqsad qo'yib, g'alaba kunida ko'rishamiz deb bir yilda bir o'sha kunni kutamiz va o'quvchilarimiz o'sha kunda qatnashib, hayotdagi eng yirik g'alabalardan biri bo'lgan g'alabani o'quv markazimiz bilan, o'quv markazimizdagi oila bilan birgalikda yuzlab o'quvchilar nishonlashadi. Lekin asosiy vazifa o'g'lim kelajakda ota o'rnini bosadigan odam bo'lishing kerak. Sen mana shu hamma qizlarimizga yo'l ko'rsatadigan, shularni to'y ma'rakasiga bosh bo'ladigan, shularni yo'l ko'rsatadigan inson bo'lib yetishishing kerak degan mana shu ota-onani o'qitdi. Shunga alik bo'ldim. Doim o'sha g'oya bilan yashadi. O'sha g'oya bilan harakat qildi. Farzand yutug'i seni butun umringda qilayotgan mehnatingni bir samarasidan, o'sha mehnatingning mevasi o'sha. Shuning uchun bizlarga farzandimiz mana shu meva beryapti. Meni qilgan mehnatlarimning mevasi deb tan olaman. O'ynab kulib muhabbating o'tida ikkimizni yonganimiz boshqacha. Ishq o'ynashib lablarimiz hovlida xumor yonganimiz boshqacha. Xumor yonganimiz boshqacha. Niyatim faqat biznes emas, komandamizni, ishxonamdagi jamoani shunday komanda yiqqanmiz, ahil oila. Ya'ni faqat meni biznes pul uchun emasda, meni umrim shu jamoam bilan, shu komandam bilan o'tadi. Odam ishxonada o'zi yoqtirgan, o'zi sevib ishlaydigan komandani yig'sa, bu hayotida ancha mazmunli o'tishiga sabab bo'ladi. Ertalab turasiz, ishga oshiqasiz, chunki ishxonangizda siz yoqtirgan komanda bo'ladi. Ish tugagach, o'sha komanda bilan birgalikda vaqt o'tkazamiz. Ishga olayotganda agar uni bilim darajasi yoki tajribasi ozgina kamroq bo'lsa ham, agar ko'ngli toza bo'lsa, iymonli, insofli, ochiq ko'ngilli inson bo'lsa, biz uni jamoamizga olamiz. Chunki odam qilgan ishni odam qila oladi. Biz kamchiliklarni o'zimiz o'rgata olishimiz mumkin. Muhimi ko'ngli toza, samimiy inson, ko'zi chaqnab turgan samimiy inson bo'lsa, bu jamoamizga yanada o'zini mehrini bera oladi va jamoamizga fayz olib kiradigan ishtirokchi, jamoamizning a'zosi bo'la oladi. Jamoamizda yana bir bitta fazilat borki, biz ishga qabul qilayotganda ishxonamizni, jamoamizni, o'quv markazimizni o'zini an'analarini aytamiz. Ya'ni ehtiyojmand oilalar bo'lsa, ularni bepulga o'qitishimizni oldindan aytamiz o'qituvchilarimizga. O'sha xislatimizni yoqtirib kirgan jamoa yig'ilgan. Hozirgi kunda bizning o'quv markazimizda sharoit har xil bolalar bor. Masalan, 254 nafar o'quvchi mutlaqo bepul tarzda ta'lim oladi. Ularni sharoiti yo'q bo'lsa ham, ular ko'zi yongan o'quvchilar, ta'limga kelajagini o'zgartirishga harakat qilgan o'quvchilar bo'lganligi uchun biz ularni o'qishga qabul qilib, mutlaqo bepul ta'lim beramiz. Bu bitta meni hissam emas, mening komandamning, mening jamoamning hissasi. Shuning uchun ham men jamoamni juda yaxshi ko'raman. Jamoam bilan vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Mana shunday atmosferada ular bilan hayot tarzimni davom ettiraman.
hayotga qiziqishim ortadi, ularni men yoqtiraman, ular ham ishimizga samimiy bir oiladek bo'lib ketgan. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim o'ldi mani janona. Orzu unga erishish uchun harakat qilinganda maqsadga aylanadi. Sizning maqsadlaringiz sizni boshqaradigan va hayotingiz uchun nima mumkinligini ko'rsatadigan yo'l xaritalaridir.